Assalomu alaykum Gulmira opa, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Tashkiliy ishlar bilan charchamayapsizmi? Rahmat. Bugungi tadbir bilan qisqacha ta'sir o'tsangiz. Qanaqa tadbir, nima uchun tashkil qilindi? Bugungi tadbirimiz hunarmandlar tomonidan tashkil etilgan tadbir. Bu hunarmandlar o'zini milliy yo'nalishdagi tikkan liboslari, o'zlarini yasagan taqinchoqlari, shularni ko'rgazma sifatida mana shu hunarmandlar uyushmasini Toshkent shahar boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan shunaqa ko'rgazma yarmarkalarga olib chiqib turishadi. Bunaqa chiroyli qilib sahna ko'rinishini uyushtirish birdaniga fikr kelib qoldi. Bu ertalab tug'ildi. Mana hozir 3-4 soat o'tib buni sahnaga olib chiqdik. Albatta kamchiliklari bor ozgina, lekin jonli chiqdi deb o'ylayman. Chunki bunaqa birdaniga chiqish sahnaga bolajonlarni kayfiyat bag'ishlash, undan tashqari yosh avlod uchun, ya'ni ayollar, ayniqsa ishsiz o'tirgan ayollarni bularni jalb qilish. Chunki hozirgi kunda har qanday ayollar o'zini qo'l mehnati, o'zini qiladigan ishlari, to'qiydigan ishlari, tikadigan ishlari, yasagan ishlarini bemalol xalq e'tiboriga ko'rsatib berishlariga imkoniyatlar bor-da. Oldin bunaqa imkoniyatlar kamroq bo'lgan. Hozir mana rivojlanganimiz sari bizga hamma eshiklar ochib berilyapti. Bunaqa tashkiliy ishlarda menga ko'p murojaat qilishadi. Bajonidil bunaqa tashkiliy ishlarni uyushtiramiz ki yoshlarimizga ham bu narsalarni tavsiya qilaman. Chunki bitta joyda o'tirgan odam o'tirib qoladi. Harakatda bo'lgan odam bemalol katta yuqori cho'qqilarga chiqa oladi. Har qanaqa yo'nalishda hozir yuqori cho'qqilarga chiqish uchun imkoniyatlar mavjud. Har qanaqa yo'nalishda. Chunki o'zim shu hunarmand tadbirkorlarning ichida yuraman. Xursand bo'lib, ularga bir tavsiyalar etaman. Tadbirkorlarga, hunarmandlarga qaysi yo'nalishda yordam kerak bo'lsa, shu yo'nalishga yo'naltirib beramiz. Chunki 20 yillik tajribam bor o'zimni. Tikuvchilik sohasida ish boshlagan bo'lsam, oq ko'ylaklar, ya'ni shu kelin ko'ylak liboslarini tikishni boshlaganman. 18 yil shu ishda davom etib, qolgan 2 yilida shogirdlarni o'qitib, ularga o'sha bilimlarimizni qoldirishga harakat qildik. Shu o'rinda nima desamki, mana shunaqa hozir yoshlar, ya'ni shogirdlar ustozidan o'tmasa hisob emas. Ular juda ham chaqqon. Biz masalan 20 yil davomida erishgan yutuqlarimizga yoshlarimiz 2 yilda bemalol erishyapti hozir. Albatta qiyinchiliklar, o'zini to'siqlari bo'ladi. Ularni yorib chiqish kerak, o'tirish kerak emas. Tavsiyam shuki, harakatda bo'lish kerak. Yosh avlod har doim harakatda bo'lsin. Xoh o'g'il bola, xoh qiz bola bo'lsin, farqi yo'q. Mana hozir atrofga qarasangiz, masalan, o'sha Versace'ning kiyimlarini, uni mebellari, uni hammamiz yaxshi ko'ramiz. U erkak kishi bo'lganda, farqi yo'q, o'g'il bola bo'ladimi, dizayner, qiz bola bo'ladimi yoki bir erkaklarning qiladigan ishlari, masalan, avtobus haydashda ham ayollarimizni ko'ryapmiz hozir. To'xtash kerak emas deb, hunar ayol kishiga ham, erkak kishiga ham 40 hunar oz. Buni davom ettirishimiz, bir kunda bir nechta hunarni o'rganib, bitta yo'nalishda emas, bir nechta yo'nalishda ish olib borish mumkin. Bu imkoniyatlar ham yaratib berilgan. Yana bu ishlar bilan kelajak avlodga bir o'zimizni milliyligimizni meros qoldirish maqsadda ham bu narsa yana ko'proq tashkil qilinyapti deb o'ylayman. Juda ham to'g'ri, juda ham milliyligimizni hozirgi zamondagi fasollarga uyg'unlashtirilgan holatda ommaga ko'rsatib berilyapti. Shu bilan birga turizm sohasini rivojlantirib, bizga kelgan chet ellik mehmonlarni ham jalb qilib, ularni mehrini qozonyapmiz. Juda ham ko'p savdo sotiqlar mana shu ko'rgazma yarmarkalari orqali bo'lib o'tyapti. Ya'ni turistlar mamnun bo'lib, xursandchilikda shu liboslarni olib ketishyapti-da. Milliyligimizni juda ham yaxshi ko'rishar ekan. Men o'zim bunaqa yarmarkalarga chiqmasimdan oldin yoqtirisharmikin, atrof qanaqa munosabatda ekan degan fikrda yurardim. Bular yarmarkalarga chiqishga boshlaganimizdan keyin, shu kuzatuvlardan keyin shuni bildimki, bizani milliy matolarimiz, milliy liboslarimizga teng keladigani yo'q dunyo bo'yicha. Shuning uchun tavsiya qilaman. Baribirga ham qanaqa matoni ishlatishidan qat'iy nazar milliylikni aralashtirib, uyg'unlashtirilgan
yoki liboslar juda ham chiroyli ko'rinadi, juda ham. Assalomu alaykum Indira. Assalomu alaykum. Bugun kiyimlaringiz kolleksiyasini ko'rdik. Bugun nechta kiyim bilan ishtirok etyapsiz bu ko'rgazmada va qanaqa u kiyimlar nomi bormi qanaqa? O'shani bilan qisqacha tanishtirsangiz. Bizda asosan milliy kelin liboslari, uy ichi ansambllarimiz. Bugun 20 tadan oshiq kiyim bilan qatnashdik. U kiyimlarni muallifi o'zingiz. O'zingiz tikib, o'zingiz O'zim yaxshi ko'raman shunaqa yangi kelinchaklar uchun uy ichi kiyimlari, yoki ansambllar, fatalar, shunaqa aksessuar do'ppilari bir-biriga moslab shunaqa narsalar yaratamiz. shu paytgacha nechta ko'rgazmaga kiyimlaringiz chiqdi? Shu paytgacha 5 tacha ko'rgazmada qatnashdik. Nechtacha ko'rgazma? Xudo xolasa yana 29-30 aprel kuni ham bor. Unda ham qatnashamiz. Bu ishlab chiqarish sizda magazin yoki qayerda sotuv? O'zimiz tikamiz, sotuv. Sotilmaydi. Bu ishni necha yoshdan boshladingiz? Qachon qiziqish bu sohaga? Mani bu bolaligimdan, bizani uyimizda shunaqa katta sex bo'lgan, oyim yurg'izganlar. O'shanda oyog'im mashinaga yetmasdi-da, turgan holatda tikib, shu kichkinaligimdan shu mehr qo'yganman shu kasbga. Keyin hozirgi bizni ko'rib turgan ayollar, qizlarga nimalar deysiz? Men har bitta ayolni o'zini sevgan mashg'uloti bo'lishini xohlayman. Shart emas imенно qayergadir chiqib yoki bolalari yoki oilasini tashlab ishlasin demayman. O'zini sevgan mashg'uloti bo'lishini xohlayman. Qanaqadir maqsad bo'ladi ayol kishida, boshqa g'iybat, nimadir boshqa ortiqcha narsalarga vaqti bo'lmaydi. Hamma narsaga ulguradi-da. Ertasiga maqsadi bo'ladi-da, uyg'onganda hamma ayolni men shuni tavsiya bergan bo'lardim har bitta ayolga. Bu siz yaratayotgan kiyimlar o'zbekligimizni yanada targ'ib qiladi va kelayotgan mehmonlarga, chet el fuqarolariga yana ham bir zavq bag'ishlaydigan asarlardan bo'ladi deb umid qilamiz. Katta rahmat. Rahmat sizga. Keyingi ko'rgazmalarda ko'rishguncha. Xudo xolasa. Rahmat. Assalomu alaykum Shahzoda. Mana bugun tadbir ko'tarinki ruhda o'tyapti. Bolajonlar sizdan juda ham xursand. O'zingiz haqingizda tanishtirsangiz. Avvalambor assalomu alaykum yana bir bor. Men Sayfiddinova Shahzoda. Bolajonlar bilan har xil o'yinlar o'tkazdik, hammasi qiziqarli bo'ldi, xursand bo'lishdi. Mana oyijonim o'zlari hunarmandlar, Nuriddinova Umida Burxonovna. Ular bilan birga nima desamki, ko'rgazmalarga chiqib, maza qilardim. Mana odam rivojlanadi-da. Har xil yurtlarni ko'rsa, общение qilsa odamlar bilan, hammasi qanaqadir boshqa o'zgacha bo'ladi. Shuning uchun chiqib o'rganganim uchun bu yerdagi tadbirlarni olib borishga harakat qilaman. Hammasi chiroyli chiqadi, qo'ldan kelgancha. Shu mana tadbir ichida bolajonlar bilan beatbox, ovoz tonlari, ovoz o'sha o'z beatbox degan san'at bor-da. O'shani qilamiz. Keyin muzikalarga, raqslarga bolalar o'ynashadi. Kim yaxshi o'ynasa, mana shunaqa prizlarimiz bor. Mana shunaqa o'yinlar bilan asosan, chiroyli raqslar, asosiy narsalar mana shu tadbirdan tashkil etadi. Bu san'at sohasida o'z ishlaysizmi, o'qiganmisiz yo qanaqa qiziqish? Tanlovda qatnashganman dedingiz, shu haqida ham ozgincha. Men o'zi san'at sohasida o'qimayman. Meni soham pedagogika va psixologiya, lekin bolaligimdan san'at sohasiga juda ham qiziqqanman. Ojonim fortepianistka bo'lganlar, pianino chaladilar. U onadan o'tadi. O'shaning uchun men yaxshi ko'rganim uchun keyin adashmasam 2,5 yil bo'ldi. Aktyor 5-mavsum ishtirokchisi bo'lganman.
yarim finalgacha borganman. Orada har xil parodiyalar bo'lgan, chiqishlarimiz bo'lgan, hammasi zo'r bo'lgan, Zo'r TV kanalida. O'sha narsalar menga tajriba bo'lgan. Tajribadan keyin mana shunaqa chiroyli tadbirlarni o'tkazish, misol uchun qiyinchilik tug'dirmaydi. Asosiysi shular. Keyingi rejalaringizda omadlar tilab qolamiz. Siz bilan Rahmat. yana ko'rishguncha. Ko'rishguncha, rahmat.